Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kayzo. Barchangizni yangi videoda ko'rib turganidan nihoyatda xursandman. Sapphire 32-qismiga xush kelibsizlar. O'tgan qismda men bitta o'zimga maqsad qo'ygandim. Hozir ushbu qismda amalga oshiramiz. U ham bo'lsa Onyx dan bitta chiroyligina broniyasi olamiz va uni tekshirib ko'ramiz. Albatta, okey, birinchi navbatda atom parchalagichimni quvvatini to'ldirishim kerak ekan. Let's go. Okey, mayli. Xo'p, menda nechta Onyx bor? Hozir ko'ramiz. Bu yerda ham zinapoya bormidi hali. Adashmasam bundan biror marta chiqmaganman. Bir marta tushganim yodimda. Nuqul mana shu yerdan tushaman. Okey. Menimcha o'ng tomon bo'lganligi uchun bo'lsa kerak. Hoppa, ajoyib. Mayli, kelardik bu safar bu tomondan chiqamiz. Let's go. Umid qilamanki, menda Onyx yetarlicha. Ko'raylikchi, Onyx 37 ta bor ekan. Wow, menimcha addan ko'p olganman. Xo'p, men bu yerda izlar yana bitta narsa bor edi. O'tgan qismda men bu ham olgandim. Teleportation staff. Shunchaki sichqonchani adashmasam o'ng tomoni bilan agar bular ko'rsa, agar teleport qilsa bo'ladi. Va buni bitta qobiliyati ham bor ekan, qaranglar. Can be repaired with lapis blocks in a crafting table. Tushunmadim. Lapis blok bilan tuzatiladi. Qanaqasiga o'zi tuzalgan-ku. Keyin ko'raylikchi, lapis lazurit. Okey. Kelinlarda bitta blok yasab olamiz birinchi navbatda. Undan keyin repair qilib ko'ramiz. Qo'yamiz. Okey. Mana. Tushunmadim. Looking. Xo'p, jonini to'ldirib berish kerak, lekin joni shundoq ham to'la. Men o'ylagandim, uzunligini oshiradi deb, yo'q. Ko'raylikchi, qaranglar. Igro ko'rib turgan joyga teleport qilish kerak-da, mana. Juda ham yaqinda, ikkita blok yerga kirib ketdim. Qanaqasiga? Juda ham yaqinda, qaranglar, ikkita blok, uchta blok. Lekin joni ketmayapti. Ya'ni ishlatilmayapti menimcha. O'tib bilamizmi? Eshik ochilganda o'tdik. Menimcha devordan kirib bilmaydi. Kirdi. Wow, o'shida normal rostini aytsam. Xo'p, kelinlarda Onyxdan bitta broniyasi. Menda hali bu narsa bormidi? Wow, prosta. Energiya qo'yamiz. Shunchaki menga oltin olib beradi. Okey, bitta mana shularni majag'lashga qo'yib kelaylik. Tek edishmasam mana shunisi bo'lsa kerak. Tak. Yo'qmi? Yo'q, bu emas. Kamera bagashение, осьмой компрессор, базовый pыляющий mexanizm. Серьезный? Yo'q, menga buni maydalash kerak-da. Qanaqa maydalasam? Dробитель maydalasa bo'lardi. Kamera bagasheniemi? Yo'q, menimcha. Bu ham qilolmaydi. Osmiy kompressor ham qilolmaydi. Bu yerda faqat mana shu narsa bor ekan. Shoshmaylachi, bundan qanaqa qilib ko'proq olishi iloji bor? Nimaga sizga Kayzo ko'proq kerak degan savolga javob bermayman baribir. Dробитель deyapti. Dробитель menda bormi yo'qmi? Ender ionni narsalarga qaraymiz. Mana bor ekan. Okey, ikkita aniq olib beradi. Так что, ko'raylikchi, ikkita olib beradimi yo'qmi? Bittadan bizga bir donagina. Qanaqasiga bir donagina? Tushunmadim. Okey, dробитель bitta qaraymiz. Mana dробитель. Necha foiz? 33% shans bilan. Bu 15% shans bilan bo'lishiga boshim uramanmi? Voy. Xo'p, ko'raylikchi, boshqa variantlar crusher. Mana bitta dikta berar ekan. Bittada. Ishda crusher zo'r. Crusher plus qilib qo'yaylik, keyin balkim yasarmiz. Biror marta bermabdi-da. 33% qaranglar, 5 tada ishlamadi. 3 tada ishlash kerak-da, kamida. Okey, ko'raylikchi, buni men bo'lmaydi. Men bundan kamera bagashini bo'lar ekan, u bizda bor u narsa. 9. Yo'q, rahmat. Shu yerda sizlar mashinniksizlar prosta. Kamera bagashini olamiz. Temir qolmabdi. Xo'p, bundan ikkita olib beradi. Bo'ldi. Olam Guliston normal. Endi bitta mashinani pishirishga qo'ysa agar, elektrichеское плавание. Нормальный. Bir sak tursin. Xo'p, bular menimcha Stellaris narsalari. Afsuski kosmosga uchib bilmadik. Bu ancha yomon. Bu yerda boshqa pishiradigan narsa yo'q. Fleshkalarim meni qancha? Bo'ladimi yoki yana yasasam bo'ladimi? Okey. Azizlar, qaranglar. Ikkita nima to'la va bitta alohida bor ekan. Ikkitasi yangi, ikkalasi bir xil. Menimcha bo'ladi. Let's go. Lekin joy bor ekan. Balkim yasaymiz. Xo'p, asosiy narsaga o'tamiz. U ham bo'lsa Onyxdan broniya. Xo'sh, ko'raylikchi, faqat broniyaga yaraydi bu Onyx. U aslahalar ham bor ekan. Qilich. Okey. Oppa.
topor, kuyurka, o'sha yerda. Bu nima? Ketmon, lopatka. Shu normal turishini qaranglar buni. Wow. Ardani ko'raylik, yana nimalar bor ekan? Arda ore. Xo'p, Ardada bizda onyx bor, undan oldingisi copper, undan oldingisi tin, topaz. Menimcha topaz juda kuchli emas, chunki qaranglar, topazdan qilich ko'ramiz, 6,5 to'ron. Onyx bo'lsa 8,5 ta berar ekan. Yana nimalar? Onyxdan keyin lat. Qo'rg'oshin, unchalik ham kuchli narsa emas, 6 ta o'ron. Oppa, bu nima? XP Diamond Pickaxe, seriously? 6 ta o'ron. Bu ham kuchli emas. Mana bu narsa menimcha Charged Netherite Pickaxe. Menimcha mana bu narsa shek 10 ta berar ekan. Qanaqa bo'laman buni? Qanaqa men buni Xo'p. Azizlar, mana bu narsani qayerdan olaman? Xo'p, tushunarli, bizga nezilit kerak, iloji boricha ko'proq. Oppa, o'zini ikkitalashtirish. Mana. Birdaniga mana shuni olamizmi? Branyasi bormi, yo'qmi? Branyasi bor ekan. Wow, when fully armored, it provides protection against the fire. Agar to'liq branyani kiyib olsanglar, olovga ham qarshilik berar ekan. Lekin Onyx rangi chiroyli ekan. Bu nima? Charged. Onyx ham charged qilsa bo'ladimi? Wow. Azizlar, oppa, qaranglar. Uranium. Seriously? Onyxdan ishtonni biz charged, ya'ni zaryadlangan Onyx bilan quvvatlasak bo'lar ekan. Voy. Uran qo'shish kerak. Qanaqa men uran? Shoshmaylar. Chargeddan nimalar qilsa? Voy, dod. Xo'p, qilich. Qilich qara 9 u 8 ta o'ron berar ekan. Demak, eng kuchlisi mana bu nezirit deganda. Undan keyingisi peridot. Unchalik ham kuchli emas. Menimcha charged copper. Copper ham zararlasa bo'lar ekan. Yo'q. Bizga Onyx menga yoqqanda-da. Nezirit yasasammikan? Nezirit menda qancha bor? Nezirit. O'zim neziritlarimni zararlasam bo'ladi. Nezirit 40 ta bor ekan. O'zimni nezirit branyamni bemalol zaryadlasam bo'ladi. Ja kuchli branya emas. 1 2 3 4. Xo'p, bitta mana bu narsa menga kerak, lekin bu qiyin emas, menimcha juda ham oson bo'lsa kerak. Огненный zaryad, mana bu narsa bormi, yo'qmi? Kirpichi, chernitniy kirpichi. Kirpichi. Mana patraskiy singan ekan. Bizga chernitniy kirpichdan o'zi kerak. Hozir ko'ramiz. Buni qanaqa qilib yasal ekan? Polirovanniy chernitdan, oddiy chernitdan. Chernit. Menda bor, juda ham ko'p ekan. Kelinglarda bitta yasab ko'raylik. Polirovanniy chernit bor, mana kirpichlar bor. Xo'p, fire charge bizga kerak, огненный zaryad. Огненный zaryad bor ekan, juda ham ko'p ekan. Va nezirit bizga kerak, adashmasam. Shoshmayman, mana bu narsa ham kakras bizga kerak, ikkalasi ham nezirit 40 ta. Xo'p, bitta savol meni qiziqtiryapti. Mana buni qanaqa qilib ko'proq olsak bo'ladi? 2 ta beradi o'zi shundoq ham. 12 ta narsani pishirar ekan, bu bizga kerak emas, 3 ta beradi. Necha foiz shans bilan? Shu crusher zo'r narsa ekan-da. Crusher prosta berar ekan. Xo'p, biz zacharovanniy, zagar ogniyaga. Tushunarli, dробитель 4 ta beradi. 100% mi? Agar rost bo'lsa boradi, men olaman 4 tani. Balkim 5 ta yoki 6 ta olish imkoni bordir. Dробительdan keyin oddiy dробитель ham 4 ta berar ekan. Xo'p, enchanter zagar ogniya fire charge beradi, adashmasam. Tak bo'ldi. Bu yerda mana bu narsa ham 4 ta berar ekan. 60 sekund. 3 sekund, 60 chek. Bu 3 ta berar ekan izmencheniya. Короче, 4 ta olishi juda ham yo'llari katta ekan. Menda Oritechi narsalari adashmasam zavodi bor edi. Yo'q, adashdim. Safirlarni balkim adashtirib olgandirman. Oritechi zavodi, menda 100% bor. Chunki men neziritda olganman-da, Oritechi zavodi bo'lish kerak. Demak, sunduqlardan. Bo'ldi, azizlar, bizga 4 ta beryapti. Bu juda ham ajoyib. Xo'p, pastda crafting table yo'q ekan, shuning uchun tepaga chiqamiz. Let's go. Birdaniga o'sha charged neziritdan yasab olamiz. Xo'p, mana bundan bizga kerak. Bir dona yetadi. Endi buni ko'paytirish uchun olmos va shoshmanglar, olmos sarflab o'tiramizmi? Shuni o'zidan olamiz yana bitta. Nezirit ketadi.
ketsa ketaversa, nezirit, olmoslar bizga hozircha muhim. Hatto olmosim neziritdan ko'ra ko'proq. Tak, bronyaga 4 ta kerak bo'ldi, oldim men. Endi bularni ish yasash uchun shoshmaylar. Mana. Mana bu narsani qanaqa bu ham juda ham oson etadi. Desam, oy dot. Shoshmaylar, hozir menda bundan bor a. Yana 4 ta kerak. Yo, bu safar biz yaxshisi olmos olamiz. Olmosdan yasab olamiz. Chunki neziritlar juda ham tez ketyapti. Hatto ularni topish undan ham oson. Menimcha 24 ta. Normalniy. Yana если что blaze'larni qirishga boshlaymiz. Kunduzi, wow, lekin chiroyli bo'lar ekan. Aytgancha xasiyatda bu uy bo'lmaydi. Короче, boshqa qurib beraman dedi. Bilmadim qachon qurib beradi. Menimcha normalniy uy. Tepada hech kim yashamaydi, pastda ham deyarli hech kim yashamaydi. 1-2 marta kirsam kiraman, o'rtada ham xuddi shunaqa vaziyatda. Lekin chiroyli, menga yoqadi. Xo'p, bo'lmasa bizga olmos kerak, almazi. Короче, hozir Onyx dan ham yasayman, oddiy nima deydi, oddiy Onyx dan va mana bunaqangi Charged Neziritdan yasayman. Ikkalasini tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bo'lmasa bizga mana buni upgrade qilish kerak. Mana ikkita ber, o'zini ham qo'shib beradi-yu, ballakat. Okay, bo'lmasa hammasini qo'yamiz. Bizga kakras 8 ta bo'lar ekan. Let's go, 8 ta bor. Yana yasab olsam bo'ladimi? Hatto menga 4 ta kerak. Adashmasam, Neziritni aslahalarini ham kuchaytirsa bo'ladi. Mana Charged Nezirit bor ekan. Wow, it burns. Urgan vaqtim yoqib orar ekan. Prosta gap yo'q. Ikkita kerak-da, mana shu narsa birozgina problematichniy. Xo'p, endi shuni o'zini yasab olamiz. Juda ham oson, juda ham nihoyat oson. Bizga kakras 4 ta kerak edi. Mana buni qo'yamiz 4 tasini, bundan ham 4 ta qo'yamiz va mana. Tak, ko'payib ketar ekan bizda 4 ta bo'ladi. Let's go azizlar. Bizda Charged Nezirit bor. Ya'ni zaryadlangan Nezirit. Xo'p, endi mana bu 4 tasini qo'yamiz. Bu yerga bilan qo'yamiz 1. Zachari bilan birga 2, 3, 4. Let's go. Bilmadim, juda ham kuchli narsa bo'lsa kerak. Turishini qaraylik. Unchalik ham vid menga yoqmadi, lekin xo'p, olovga qarshilik yetgancha olovga qarshilik bor. Xo'p, kelar yana endi Onyx yasab olamiz. Bizga Onyx dan baranya kerak. Xo'sh, bizga chest plate kerak. Turishini qaraylik buni. Nima bu? Kayzo. Ishton kerak bitta, oyoq kiyim kerak va shlem. Xo'p, Onyxga kiyib ko'raylik qanaqa turar ekan. Voy. Qani bu branyani shoxi, oddiy qilib qo'ydi Minecraft prosta. Lekin turishiga gap yo'q. Neziritdan ko'ra qoraroq ekan. Xo'p, Onyx ham kelarda zaryadlab olamiz birdaniga. Mana uranium qatdan olaman men. Uranni qatdan olamiz. Onyx narsalarni zaryadlash uchun kerak bo'lar ekan. Xo'p, savol, uranni qatdan olamiz, uranium. Okay. Bu qayerda bor Ardani rudasi? Vasheta konlarda chiqsa kerak menimcha uranium konda bo'lish kerak demak. Shunday, agar konda bo'lsa menda ham bo'lish kerak. Hoppa, 2 donami? 2 dona birozgina kam. Buni zaryadlash uchun menga hozir emaslik. To'g'ri, bu nimalar bilan qo'shadi bu? Azizlar, qaranglar. Shuncha narsani upgrade qilsa bo'lar ekan. Xo'p, bizga shuni o'zi kerak hozircha. Oxirgisida bo'ladi. Qani bu? Shoshmaylar. Qanaqa men shuni o'zini yasayman? Savolda qanaqa o'zini yasayman? Upgrade'larni ko'rsatyapti menga. Upgrade kerak emas bizga. Shuni o'zini yasash kerak xolos. Mana o'tib ketdi. Mana Onyx Boots uranium. Xo'p, bizga ham uran kerak, uranium upgrade kerak. Bu uchun uran bloki dot. Qaranglar, blok bu yerda bitta, bu yerda esa ikkita ishlatilyapti. Menimcha mana bu osonroq. Plus qilib qo'yamiz hozircha. Va buni yasash uchun albatta bizga nimani o'zi kerak. Bu yoqqa Charged kerak. Qaranglar, o't ketadi. Mana bu narsa kerak. Bu nima? Blokdan berar ekan, buni o'zini baribir uran kerak. Ikkita uran juda ham ko'p kerak bo'lar ekan. Mayli, hozircha biz Nezirit kiyib olamiz.
Zacharlar unchalik ham kuchli bo'lmasa ham, zato eng kuchli branya o'yindagi hozircha men biladigan eng kuchli branya. Yana bilmadim, balkim yana chiqib qolar. Xo'p, Onyximizni boshqa narsalarni qo'yamiz-da, biz uran qidirishni boshlaymiz va по ходу dela branyani ham bir ko'rishimiz kerak. Qanaqa o'zini ko'rsatar ekan. Ovqatim bor, o'tgan safar men hamma narsani qo'yganman. Let's go. Albatta biz adga qarab yo'l olamiz. Adashmasam uran adda ko'proq uchish kerak. Yana bilmadim. Hop. Kim bor? Menga sakraydigan kimmi duxi bor desam to'g'riroq bo'ladi. Mana shu narsani yo'qot. Menga bonka bor edi. Tashlasam ekan-a? Nima beradi bu? Istusheniya berar ekan. Wow prosta. Xo'p, shishani qayerdan topaman? Bitta merga borib keraklik, iltimos. Bitta merga borib butilka keltiraylik. Mana shu istusheniyaning oliylishi qanaqa turar ekan? Okay, osab bo'ladimi? Butilkaga yig'ib yo'qmi bilmadim. Lekin sapfir boshidan beri o'sha yerda turibdi-da, odam asabiga o'ynab. Qanaqangidir bug bo'lgan, odatda ular ketadi. Bunaqa salbiy effektlar. Okay, let's go. Menga butilka kerak. Butilka 36 ta bor ekan. Drakondan qolgan. Bo'ldi, tushunarli. Drakon nafasini ketirgan. 9 sekund yana tavba, juda ham ko'p ekan. Nihoyatda ko'p. Mayli. Hozir yig'ib olishga harakat qilamiz. Umid qilamanki, osa bo'ladi. Va let's go. Joyda turibdi. Jim hech kim yo'q. Kapalaychalarni turishim. Xo'p, va iltimos. Yo'q, azizlar, afsuski buni olib olmaydi. Shuncha butilka keltirganim. Kim menga xos sakradi? Sami? Kechi. Urib ko'rchi mana o'sha yerda. Ur. Qarangam, broji. Buni tuzatish qanaqa bo'ladi? Buni tuzatish. Aydod. Barq qo'ysam yashashmaydi. Tushunarsiz holat. Deyarli jonim ketmayapti. Xo'p, buni tuzatish qanaqa bo'ladi? Menimcha shuni o'zidan kerak. Zichirovaniya. Shipi shuncha narsami? Wow. Deyarli hamma narsani olishim o'zga. Qaranglar. Shuncha azoblanib 2,5 ta jonim ketdi xolos. Mana bu to'xtamasdan otyapti. Endi bu menimcha birozgina g'ilay, chunki olovga qarshilik bor. Tak, что, let's go. Mana bu brat turishga yana istusheni kerak emas. Yana menga shunaqangi effekt berib ketdilar, bratanim. Mayli, nima ham qilardik? Let's go. Bizga uran kerak. Mana endi jonim normali ketdi. Nimaga yemayapsan? Sabzi ye. Ovqati to'la ekan. Tushunarli. Bu yerda mining lasers bormi yoki yo'qmi? Shuni bitta ko'raylik. Shuni rosa o'yladim. Lazer yo'q ekan. Xayolimda bordek tuyuldi-da. Men chetga olib qo'yganman. Tipa atom parchalaydi va mining qilaman deb, yo'q, unaqa emas. Okay, bratanim, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yomonmisiz? Adashmasam bu yerda bizga kerakli narsa deyarli yo'q. Hozir ko'ramiz. Shoshmanglar. Bu yerga men kelganman. Yaxshisi primoy uran qidirishni boshlaymiz. Agar bu yerda topa olmasam, merda qidiraman. Qani ko'raylikchi, qanchada chiqadi? O'zi chiqadimi yo'qmi? Bu savol ham bor o'sha yerda. Chernit. Okay. Hali zamon nezakdan chiqib qolsa kerak. Shoshmanglar, olovga qarshilik bor degani bu lavaga ham qarshilik menimcha. Hozircha uran chiqmayapti. Faqat bitta olovga kirib qo'yaylikchi. Wow, azizlar. Full branya bo'lsa, olovi mensimas ekan. Juda ham zo'r. Nihoyatda zo'r. Va adashmasam, instrumentlari ham har bir zarbasida moblarga qo'shimcha olov effektini beradi. Normalli, mashita zo'r. Xo'p, qanaqa rudalar bor bu yerda? Bu nima? Kvarts. Yo'q, kvarts menga kerak emas. Kvarts menga o'lib ketdi ana u. Mayli, chiqsin. Okay. Hop, pastga. Normalniy. Bu yerda o'zi ruda bormi yo'qmi? Mana bitta chiqyapti ruda, lekin menga yoqmadi rudalarda. Bitta suvga to'ldim, seriozni. Qadam fleshkani uyini kuydiraman-ku. Hoppa, nima bu? Yo'q. Qanaqadir sharp ekan. Emas. Okay, 6-chiqda adashmasam va u bilan birga bu nima? Protsvetaniya. Men bu narsa brand yomon ko'raman shu narsani. Mystical agriculturani qo'shimcha narsasida, ya'ni rudachasi. Shu yordamida biz boshqa rudalarni o'stirsak bo'ladi. Masalan, olmosni, o'sha uranium o'stirsa bo'ladi. Agar o'stirsak, vashi zo'r bo'ladi.
Mayli, hozircha boshimizni og'ritmaymiz. Hozircha bizga uranni o'zi kerak. Barram o'stirish uchun birinchi navbatda uranni urug'ini yasab olishimiz kerak bo'ladi. Так что hozircha menda yo'q. Вообще-то bor. Uydagi uranni maydalasam bo'ladi. Yo'q, rudani o'zim topmoqchiman. Ja qiyin bo'lmasligi kerak. Chunki bu nima deydi? Nezilit emas, Cherjit nezilit bo'lganda mayli edi. Cherjit Onyx brani ham sunduqda. Lekin nezilit braniga esa 5 ketdim. Просто Cherjit undan ham kuchli ekan. Zacharlar unchalik ham yaxshi emas. Agar yaxshiroq bo'lganda zo'r bo'lardi. Mana shu bratni bitta urib ko'raylik. Qanisiz tog'a? Umid qilamanki yonimdan chiqadi. Topdimmi? Kimdir ko'rdimda hozir mana shu yerda. Yo'q, afsuski azizlar, biz bu bossni topa olmadik. Cry portalmanga kerak emas. Home uyga ketamiz. Uyga suyaylar qanaqangidir. Addim mana shunaqangi tasavvur qiladi Minecraft yaratuvchilari. Nima ham qilardik? Okay. Qaysi biring duxing bor? Aytgancha, liboyni bilan duxi bor. Urolmaysan. Sanki ashi o'lishing befoyda, bilasan, menga olovga qarshilik bor menda. Okay. Uni qaranglar, kayzo. Nasan. Bu yerda butun boshli zapar qilib tashlaganman bor. O'zi kirganda, men aybim yo'q. Просто portalni qo'yishim kerakmidi? Aytgancha hozir Ezerga ham borib ko'ramiz. Ezerda bitta boss bor, постоянно meni o'ldiradi. Bu safar borib urushib ko'ramiz. Let's go. Tik. Bizning narsalarimiz qayerda? Adashmasam ikkinchi suvga bo'lsa kerak. Olamiz. Birinchi navbatda lekin uran topishim kerak. Birinchi navbatda uran topamiz, undan keyin Ezerga borib ko'ramiz. Let's go. Adashmasam men shu yerdan bitta kiradigan joycha bor edi. Xotiram kuchli ekan. Va tushamiz. Birozgina yorug'likni olib ketamiz o'zimiz bilan, chunki menda yo'q ekan vobshe. Shu narsa bir ham jonga tegdi. Qovurilgan tabaki qatdan urgan bo'lsam kerak menimcha. Hop, bo'ldi. Endi bularni yana bir marta alishtirib qo'yamiz. Narsalar shunga cho'rsin. Tushunmadim. Men dakansa tushdim, adashmasam. Nimaga yo'l yo'q? Yana pastga tushib bo'ladi lekin bu yerdan. Menimcha bilasizlarmi? Boshida bu yerni ochgandim, juda ham katta territoriyasi bor. Chavandozlar yuradi, arvoh boboy bor edi. O'sha mer bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Hozir ochib ko'ramiz. Trial chamber bo'ldi. Azizlar, o'sha mer ekan, faqat boshqacharoq joyda. Kvarts? Mayli olamiz. Kvarts tashib ketmaymiz. Okay, kim men bilan urushadi? Ковер из священного светящегося. Kayzo ruschani ham o'ldirdingiz. Har xil o'qish bilaman. Shu ham katta narsa. Stalnaya ruda. Dod. Po'lat menga kerak. Nikel bo'ladi. Bu nima? Rubimi? Rubi. Xo'p, bizga uran kerak. Uran eslatib o'taman. Uran uchun kirganman. Mana nima? Yo'q, deep slate, inferium menga kerak emas. Bu nima? Kust menimcha. Kust kerak emas. Kustazlar просто mana shu rudalarni o'stirib beradi. O'smaysa mayli. Bu svinets bo'lsa kerak. Svinetslar yo'q, kerak emas. Rudalarni o'stirib beradi. Xuddi mystical agrikulturaga o'xshab, faqat ular baratanim. Opoq ekan o'zi. Opoqqa qaraysiz. 70 ta joningiz bor. Udarlar lekin seryoz, ikkita udarda jonimni 4 tasini oldi. Ya'ni nima deydi? Slaviy mob emas ekan. Mayli. Sen kimsan? Yettob. Qayerdan paydo bo'lding? Kimsan? Otang kim? Onang kim? Okay. Uran topib bilamanmi yo'qmi bilmadim. Oppa, va kayzo uran topdi. Demak, azizlar, uran ja qiyin narsa emas ekan, topish oson ekan. Prosta qidirish kerak. Tak. Va ikkita uran berdi. Udacha ishlamas ekan, bunda udacha 2 bor. Kamida menda 3 ta bo'lish kerak edi, minimalni, chunki ikkitasini birdaniga sindirdim. O'zini berish ehtimolligi juda ham past. Yo'q desam bo'ladi. Okay. Mana 2 marta olmos sindirdim. Hozir ko'ramiz olmos qancha bergan. 2 ta olmos sindirdim. Menda olmos yo'q. Mana 4 ta. Ko'rasizmi? 2 tadan 4 ta berdi. Minimalni. Hatto 3 ta berganda ham bo'lardi. Lekin 2 tani o'zini emas-da. Oppa, yana uran topdim. Shoshmayli, uranosovый.
Uranosoviy. Kimsan? Yo'q, qo'noq. Terminatormi sen nima bola? Kech. Bu kim bu? Patchy Ritzer House. Yo'q, qayerdan paydo bo'ldi bu? Qanaqasiga keldi? Yo'q. Raqsga tushadigan itlar nima qayerga qarayapti deydi-yu. Okey, olamiz. Xo'p, bizga yana uran kerak. Azizlar, uranni ham ikki xil bo'lar ekan. Uranni o'zi dipslaytda bu nima? Pernit bo'lsa kerak. Fernit ekan. Yo'q, uran ham ikki xil bo'lar ekan. Oddiy uran va uranosoviy ruda bo'lar ekan. Uranus menimcha uran emas. Mana bu uranni bu platina. Platina olamiz. Bir donagina ekan. Bu nima? Uranitovoy. Bu uranit bu, oritechdan. Abbo, uranni 3 ta modda o'zi birdaniga qo'shganda, arda qo'shgan o'zidan randomizeda. O'sha yerda mana shu randomni ko'rish kerak, nimalar berayotgan bizga. Lapis berdi va bu rudasi-yu, bu rudasi, bu to'liq random emas. Yana platina olamiz. Tek. Bu nima? Yo'q, prostolit menga vashshe kerak emas. Bu yerlarni Kaizo shipshidon qilib ketgan ekan. Yana bir aylanamiz. Oppa, XP menga kerak emas. Jim. Ajal kelyapti Kaizon ortidan. Prosta ajalli o'zi. Voy, ko'rdinglarmi? Shoshmanglar. Bitta rasmga olay bratsiz, bitta rasmga olay preview uchun, men uchun emas. Shoshmang. Bratanim, keling. Voy, bitta rasmga olaylik. Voy, turishni qaraydi. Itvachcha kelmasan. Senga mumkin emas. Itvachchani o'ldirish kerak birinchi navbatda. Shoshmang. Bo'ldi, o'ldirmasa bo'ldi. Tek. Nechta jonim bor? Hali jonim ko'p ekan. Ke. Xo'p, xalq o'ldirish kerak birinchi navbatda, keyin itvachchani o'ldirish kerak. Qancha jonim ketdi? Bitta rasmga olay, brat. Bu o'rgimchak ekan bu, itmas ekan bu. Menimcha cho'ta bizda seriozniy holat. Ajal tepaga sakra biladimi yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Yo'q, demak, ajal Alloh ekan. Oppa, bu nima? Laydi ekan. Bratanim, nima sotasiz? Bu lujnik izumrud, lekin taklif ideal. Bomba desam bo'ladi. Kimsan? Murda sho'y nima qilasan? Bu yerda ket. Qo'rqma, bu yoqqa o'zim seni himoya qilaman. Pastda nimadir ko'rdim men. Drakonni boshiga goblinni nimasi? Okey, degani kim bu? Ajal murdalar. Oy, normal. Yo, ni normalniy. Enderman. Qoch. Azizlar, ishonish qiyin, lekin tirikman hozircha. Qoch. Ajal seriozniy narsa ekan. Juda ham seriozniy narsa ekan. Hatto mana butun boshli nezirit bilan ham, charjit nezirit bilan ham dosh bermadi-da. Totem ko'tarib yurish kerak. Kamida totem ko'tarib yurish kerak. Bu yerdan chiqishni bilaman. Men bu yerda bitta kichkinagina Kaizo uchun teshikcha bo'lishi kerak. Mana. Yo'q, kichkina emas, katta ekan. Let's go. O'sha teshik o'zi. Faqat boshqa tomondan chiqdim men. Xo'p, azizlar, birozgina xavfli holatchalar bo'lib ketdi. Ko'rdinglar o'zinglar, o'lishimga sal qoldi. Lekin ajaloshi yomon narsa ekan, o'sha takoy narsa ekan. Xo'p, ushbu qismni san shu yerda tugaydi. Kelgusi qismlarda ko'rishingizni deb qolaman. Zato men bunaqangi chotki branga yasab oldim. Barchaga xayr.